Assalomu alaykum, hurmatli Nodir aka. Biz sanatoriyamizdan sizni ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Siz endi ozgina o'zingizni tanishtirib olsangiz. Assalomu alaykum, O'zbekistondan. Biz Qozog'iston yelidan keldik. Do'stlarimiz bilan keldik. Xudoy xolasa 3 yildan beri o'sha yerda yem olyapmiz. Barlig'i yaxshi. Kelingizlar sizlarda. Xudoy xolasa. Barlig'i yaxshi, normal. Assalomu alaykum hamyurtlar. Biz mana shu sanatoriyaga ochilgandan beri kelaman, har 6 oyda kelamiz. Sharoitlari yaxshi. Birinchi o'rinda oziq-ovqatlari yaxshi, lechenialari yaxshi, doktorlar, hamma turdagi doktorlar bor. Sharoitlari yoquvdi, qishga juda ham yaxshi ekan deb maqtovdim. Sheriklarim ham kelishdi. Birinchidan hamma muolaja bor, ikkinchidan tashqariga sovuqqa chiqmaysiz. Hamma narsa ichida. Bemalol muolajalarni olsangiz bo'lar ekan. Issiq suv, balchiq, qizlarning muomalalari ham juda ham yaxshi. Juda ham yoqdi. O'shaning uchun o'tgan yil kelganim uchun bu yil ham keldim. Yana kamiga ikkita dugonamni ham bu taraf kelganman. Koinot kavsariga xush kelibsizlar.